Oho, Qahramon aka ko'paytirib tashlabsizmi Cobalt'larni? Hozir chiqdi mashina. Molodez. Hozir tushirdim turali. Hozir tushirdingizmi? Qanday pozitsiyalar keldi? Midnight bilan style keldi. Baholari necha so'm? 165 ming, 200 ming so'm, 156 ming, 100 ming so'm. Ha. Elbek shuni kreditlarni o'zing tushuntirasangmi? Bo'ldi, Qahramon aka, ikkomiz turib tushuntiramizda, Bo'ldi, bunday ayting. Hurmatli obunachilarimiz, agarda Cobalt avtomobilini Gurlan avtosalonimizdan xarid qilajak bo'lsangizlar, eng kami 39 million so'm bilan kelib xarid qilib ketishlaringiz mumkin bo'ladi. 39 million 500 ming so'm zo'r barsa. Oylik to'lovi где-то 2 milliondan 3 milliongacha chiqadi. 3 yil muddat bor и 5 yil muddatlarimiz ham bor. Xudo xolasa avtosalonimizga kelib xarid qilib ketaveradi, to'g'rimi? Xudo xolasa. Toza kelgan Cobaltlarimiz. Наличиеda tayyor. Tak, bu MCM Midnight turmi? 165 million 200. Ya'ni style bilan farqi qora diska bo'ladi, keyin bakoylari qoraytirilgan, monitori bor, kojinli sidinya polni. Ha. Eldingi farasi ham qoraytirilgan ekan bu. Bu stylimiz turmi? 156 million 100 ming so'm. 10 monitorlar. Ha, diskalarni ko'rib turibsizlar, hurmatli obunachilarimiz. Nu deymiz, gapning qisqasi Gurlan avtosalonimizga kelib, siz xohlagan tartibda bemalol chiqarib berib bilamiz. Bemalol kelishlaringiz mumkin bo'ladi. Rasulchkalar so'rab turgan obunachilarimizga rasulchkalar yili yo'q, xudo xolasa. Agarda bo'lib qoladigan bo'lsa, uni ham shu avtosalonimizda qo'yib boramiz.